Assalomu alaykum, qandoqinglar yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Ikkinchi darsni bek so'rab ketganliklaringiz uchun men amal yo'q, yana boshlab bergim keldi. Chunki ayrim 6 kun bo'lib qoldim. Aslında men bu yipimga 4 numar yoki 5 numar 5 numara chaza qo'llandim. O chazamni uyga chiqish jarayonida topamay qoldim. Shuning uchun yo'ldoshimga desam, yo'ldoshimga qancha 1 deyapti, bila 1 4. Ondan keyin bu qancha keldi? 0 deyapti. Shuna kiribdi. Mama 1 4 ni shiltib qaydab o'ldim. Bu ikkisini odatda dostorxonlarningki cho'girisiga shunda gul to'qish uchun ishlatildi. Inchik iplardan. Ama sizlar ko'risish uchun yana boshlab beray deb o'yladim. Men yipchik ishni o'rgatgandim. Men eng qulay kelgani ikkinchi xili, yana buni qatlab turib ostidan elish. Mana bu holatda ipimni chekdim. Orasiga chanzamni soldim. Chanzani ama ilmek tarafini ustiga qilib turamiz. Bu ipimizni changitdik. Andan keyin ko'rganlaridek men qo'limizni nazarab ochay. Bu holatda men jiqroq yo'g'ib olaman odatda. Bular sizlarga oson bo'lishi uchun men bunda bir yo'g'dim. Men ipimni cho'qim qo'limizga tutib olamiz. Ostindagi ipini, chakka ipini qo'limizga tutib olamiz. Tutib olgandan keyin biz bu ipninki uch tarafini chingroq tortib turib, bu chanzimizni ko'rdinglar. Bu chanzimizning ilmek tarafini ustiga Musi ipni bunda kirgizib turib, mana inchik o'g'aloq uchun tashlab bunda kirgizib turib, buni elib mana ichiga o'tkazamiz. Bu holatda o'tkazamiz. Yana to'lg'aymiz. Bu holatda o'tkazamiz. Yana to'lg'aymiz. Bu holatda o'tkazamiz. Mana asroq ko'rsatib qo'yay. Bu ilmek uch tarafini ustiga qilib, ipimizni bunda cho'gab akilib, dum qilib, o'sha ilinadi, ilingandan keyin o'shani ichidan chiqaramiz. Bu holatda chiqarib biz uzun zanjir hosil qilamiz. Biz hozir bu yerda 1 2 3 4 5 ni qilamiz. Bu holatda yana bir qator ko'rsatib qo'yay. Bu ipimizni egib turib, ostini qilib, mayib ilgashtirib uch tarafga oldiga tortib tushukni o'tkazamiz. Mana bu holatda biz uzun zanjir qilamiz. Mana bu holatda biz bug'doy bashaq shaklda mana ko'zonlar bu holatda zanjir qilishni o'rgandik. Bu ikkinchi darsimiz shu bo'ldi. Alloh xolisi men oxirida sharp to'qishni deb beraman inshaalloh. Avval biz sharp bilan boshlaylik. Chunki buni birinchi darsini o'rganib, kapaga chiqish keldi qishda. Yoki bolalarimizga yoki o'zimizga yoki yo'ldoshimizga sharp to'qib hadiya qilsaqmi yoki do'stlarimizga degandek xo'sh bo'lib qoldi. Mana men oxirgi bir qatim ko'rsatib o'tay. Bu chekkan tushuk desakmi bo'ldi. Shunda o'ylab turinglar. Bu chanzimizning bu ilmekni uch tarafini ustiga qilib, bu ipni ichiga bundoq cho'gab turib, yana ondan keyin bu chanzimizni dum qilamiz. Bu ipimizni bu tushukdan o'tkazamiz. Bu holatda sanab turib o'tkazamiz. Har bir o'tkazganimiz bir sanoq bo'ldi. Bir bo'ldi. Ma chanza ma ipga nisbatan bek kichik bo'lib qoldi. Shuning uchun shunday chiqib qoldi. Cho'qim chigishda mushi men o'rgatgan bu chigishinglar kerak, chunki xato bo'lib qolsa sizlarga yeyish oson bo'ldi. Masalan, men buni yeshay desam, ostidan tatay deb tassammi chiqmaydi mana. Biz oldi bilan buni yeyish uchun cho'qim to'pidan shuna holatda qilib bo'lgandan keyin eng oxirgi kelgan vaqtda o'zingizlidi. Mana tuptis bu holatda bo'ladi. Ya'ni to'qimaga yeb tekram hech qanday bir chigilish bo'lmaydi. Oson bo'ldi. Cho'qim shu men o'rgatgan ikki xil usulda cheksanglar, yipinglar mesela to'qigan narsani xato bo'lib qolgan taqdirda chuvish oson bo'lib qoldi. Oson bo'ldi sizlarga.
yeshib qayta to'qish oson bo'ldi. Musharat qilsana bo'ldi. Alloh xohlasa men chanzamni bu do'konda cho'ngi yo'q ekan, shunga kichigina bitka yo'ldishim bor. Men cho'ngini to'rdim, buyurtib qo'ydim. Alloh xohlasa kelsa cho'ngida qilib inshaalloh davomini. Hozir biz mushunda holatda zanjirsimon xalq qilish deganda o'rganamiz 2-chi darsimizda. 3-chi darsda mush bir qator zanjirning ustiga qanday chiqamiz shuni deb birman Alloh xohlasa. Asli men saqlab tom chanzam kelgan vaqtda deb o'ylagan, ammo men ko'p uchur ketganlik uchun WhatsAppda hamda ayrimda hamda topda 2-chi darsni boshlagan bo'lsak deb shuning uchun boshlab bergan. İnkasınlar bo'lsa, taklif fikringiz bo'lsa qoldirsanglar bo'ldi. Men buni ishlatmayman bu yupqa. Sizlarga faqat deb berish uchun ko'rsatish uchun qildim. Bu yupqa 4 yo 5-numurlik chanza muvofiq keldi. Bugunlik mushunchalik bo'ldi inshaalloh. Davomini keyin davomlashtiraman xohlasa.